Assalomu alaykum, hurmatli Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov. Aynan bu video murojaat sizga va Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga. Bu sizlarda turgan chiroyli turib rasmga tushgan rasmlaring orqalaringda O'zbekiston faxri bayrog'imiz turibdi. Lekin aynan buni orqasida ham O'zbekiston bayrog'i turibdi. Bundan bir necha yillar avval Falastin bilan Isroil o'rtasida qandaydir bir janjal bo'lgan mahalda O'zbekiston fuqarolari Isroilni bayroqlarini yoqqan paytlarda 15 kunlab xullas og'ir jazolar bilan jazolagan. Mana isqab undan 5 battar ish qilyapti. Xo'p, O'zbekiston fuqarosi bo'lganda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, iltimos shu narsani o'zingiz dilingizga olib, bir bayrog'imizni bir himoya qilib bering-da. Tashqi ishlar vaziri, siz yangi keldingiz. O'ylaymizki, aynan shu video murojaatga birorta qisqa vaqt ichida birorta chora ko'rib, shu bo'ynidan deb bo'g'ib olib olasizlarmi? Chet eldan bo'lsa ham bu butun o'zbek millatini sha'niga dog' tushirayotgan isqib bo'lyapti-yu. Ayni orqasiga bayroq qo'yib olib, qandaydir qaysidir holatda o'zbeklar ustiga kulayotgan holat bo'lyapti. Bir bakkavozlikka bir ochiq, keng darvoza ochib bergan bilan barobar bo'lyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, aynan shu videoga o'zlaringning fikrlaringni bildirib, kommentariya, report va duet qilishlaringni iltimos qilib so'rab qolaman. Jonlaring sog' bo'lsin, bolalaringga shukr. Iltimos ko'zlaringni kattaroq ochinglar. Tashqi ishlar vaziri va ichki ishlar vaziri